berganida Amerikada akalar hech kim qilmagan ishni men qilaman. Bu katta ish emas, lekin ko'pchilik qizg'anadi, bilmayman. Ya'ni traktorchilar haftasiga, oyiga emas, haftasiga necha pul topishini men sizlarga ko'rsataman. Aytib ham o'tirmayman. Mana bankovskiy счет necha pul aka? $12.435, 62 sent. Demak, $12.000, $12.500 bu bir haftada tushgan pul. Endi buni savol tug'iladi, qanchasi foyda, qanchasi rasxod va hokazo. Demak, buni $6.000 rasxod, ya'ni dizelga, kompaniyani xizmati, dispetcherlarning xizmati va hokazo bo'lib, sizlarga yoninglarga 6.000 qoladi. Yana boshqasi 6 bo'lishi mumkin. Sizda hozir mashina qancha foyda qildingiz deyishinglar mumkin. Akalar, mana peshonamga chizig'ini ko'rsating, ko'ryaptimi? Peshonamni chizig'igacha qarzga botib ketganman. Shu hammasini qarzimga berib yuboraman, o'zimga bir tiyin ham qolmaydi. Ko'ngillarni bemalol xotirjam qilsanglar bo'ladi. Traktor zo'r pul topadi degani bu hammasi cho'ntaginglarga tushadi degani emas. Ashingani shu normalniy rasxod ham qilasizlar, akalar. Tashto karlarni ishlatib ishlash kerak bu sohada.